Bağdat aka bu yerda. Namaz maktab. Şuna qancha berding? 125 ming so'm. 125 ming so'm. Bering namoz aka. Ha? Namoz aka. Marat meni qildi, bering. Namoz. Qo'yim, yo'l bilan beraverem. Öyle aytganini, ey. Namoz. 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 Namozni belgilem oqa. Olbular desam, oqa qarbatdasan. O'zing bilan tutding. Qaysilatın üstüne berdi aka. Vay gat olmadı. O da el köp. Yok, mayli. Endi ana turat keldi sen qachi? Varijlar turib, pul olanda turadi-da. Endi-chi, olam, men ham olanda turibdi. Yo'q, sen girib, men nadan olam dedi. Hop, beraylik bir-birimizga. Sen al o'rtadan chiqinglar. Nima qilyapti? Ozaka. Realni o'zing ayt, biz ham xato qildik. Haydang. Haydang, osmonga qo'yganda oshda. Namoz aka jigurat otdi, olmam. Ne oldu? Tamam, 5 ming so'mga ber. Chaqaram xato, 5 ming so'mga ber. Hech kim darjin, hozir olishni xato-mi? Bor ekan. 320 ga berasizmi? Ha, bering. Yo'q, ona yasam dedi. Namazaga. Aka, boshlama to'g'ridan namaz. 25 ga berdi qo'yma. 25 ga beraman. 25 ga bering. Aslida bu namaz. Xuddi boya kishiga o'xshab qolibdi. Endi qanchamiz edi? Pul o'lsin. Katta mo'ja ketdi. 125 ming so'm ketdi. Ikkinchi qardarga ketdi to'g'onlar. Mana. Bu to'g'onlar. Nega to'g'onlar birinchi 107 mingga sotildi dedi, hozir üstüne payda verib 125 ming so'm bu. Satıldı paydasına. Oho. Ne atlar et olsa. Ye. Acakbar, bu Qaratın yaşı qanchada? 4 yaşar. Parodos qanday bo'ldi? Belorussiya. Maşallah, Rossiya ekanda. Qanday? Ço'l vaqt ko'rganmi? Yo'q. Ko'raylik. To'g'onlar. Bosin qancha deysiz ham? 450 ming, maşallah to'g'onlar. Ne? Ko'ringizlar to'g'onlar. 450 ming so'm deyapti. Shulatdi. Bo'yi qanchachi bo'ladi endi? 1.60'dan öde ha? Öte John nersigen to'g'onlari. Omma. Topni kechar ot ekanda bular. To'xolasa kelajak oldi ekanda. Telefonni aytib qo'yingizmi? 550. Aha. 95 99. Shu nomerga baylanishib ko'rasizlar to'g'onlari. Ot chaqqan bo'lsa. Sini o'ta boshqacha ekan, urug' olish kerak ekanda bularni. Assalomu alaykum, bizning kanalning qatnashuvchilari. Bugun 7 avgust No'qatdagi Jilqi bozorida tartib berdim. Boshdan sizlar qo'llab, kommentariyaga qoldirib, o'y fikringizni yozib turingizlar to'g'onlar. Aka, bulat bo'yicha aytsangiz aka, buni yoshi qanchada? 3 yashar. 3 yashar. Parodosi boshqacha ekan aka. Qayerdan kelgan aka?
Evropadan geldi. Evropadan kelgen. Boyu qancha chiqadi ham aka? 170. Ulog'i bormi aka? Uloqqa sallik. Salalakmiz. Yurgoda qo'yaylik. Qanchada o'tasiz ham buni? 500 ming. 500 ming kemi bor ekan to'g'onlar. Qaysi yerdan ot aka? Shuni qatma. Nomerni qoldirib qo'yaylikmi? 73 ming. 73 ming. 71 93 76. Bunaqa to'g'onlar o'ta sonun jilq ekan. Dena michosi o'zini kelishgan qashqasi bor. Oho, mana to'g'onlari. Maşallah, maşallah. Bo'ldi. Nimaga to'g'ri? Katta. Az bilamiz aka, qancha ketgan. Sotildi to'g'rilar. Qancha sotildi aka? Siz bo'lsa? 170 ming. 170 mingga sotildi to'g'rilar nimaga? Mana. Odam joyini otgan to'g'rilar. Yosh qancha dedi aka? 4 yosh nimaga? Katta to'g'onlari. Ben bir çekeden tortuğunu boshlayın to'g'onlar. Ya bu yosh qanchada? 3 yoshar. Qanchada otasi bor? 300 kemi bor ekan. Qora bayir aka? Qora bayir. Qaysi yerdan ota? Ulog'i bormi aka? Ulog'i bor. Qanday sorunlar tutgan ham aka? 1 kilo orlatganmiz. Orlatganmiz aka. Nega to'g'onlar? 300 ming kemi bor ekan. Yaxshi. Savdongizni bersin ekan. Mana yerda qanchada otasi bunda? 150. Yoshi qanchada? Qaysi yerdan olib keldingiz buni? Kallelni otgan edi to'g'onlar, nimaga? Yaxshi. Mana yerda Assalomu alaykum aka. Parodasi qanday bunda aka? Rossiya. Yoshi qanchada? Jamasi ekan to'g'onlar. 3 yoshar. Bahasini qancha deysan? 500 ming. Maşallah. Kichkina uloqni aralatdingizmi aka? Ha, yaxshilar. Kirishlari qanday? Yaxshilar. To'g'onlar. Bo'yi qancha chiqib qoladi ham? 70 chiqib qoladi. 170 to'g'onlar. Aka, sizning o'zgacha ekan to'g'onlar. Kimga yoqqan bo'lsa hozir telefon nomerini olib qo'yasiz. Aytib qo'yasiz aka telefoningizni. 51 menen 60 48 48 ha? Nimaga? Bir aylanib qo'yinglar aka. Bu sonuncu ekan to'g'onlar. Вообще bomba. Ko'krogidagi bir o'zgacha ekan, jo'g'on narsa ekan. O'spirim. Oho, mana yerda dag'i. Assalomu alaykum aka. Qanchada otasizlar buni aka? 300 ming. Yoshi qanchada? 1 yoshar. 180 ga beriladi. Maşallah. Bu Rossiya aka shunda. Nimaga to'g'onlari? Bo'yida biik ekan aka. Qanchaga bo'lsa berib berasiz aka? Bo'yi qancha chiqadi dedingiz? 60 ni üstü ekan to'g'onlari. Nimaga to'g'onlari? O'ta sonun ekan. Telefoningizni aytasizmi aka? Ayting ana. 0771 0771 75 59 52 nomeriga chalib ko'rasiz to'g'onlar. Nimaga to'g'onlar teshib? Sıra moment tartib qo'ygandim-da. Nimaga to'g'onlari? Kelib ko'rib olaverasizlar to'g'onlar. Qaysi yerdan otib bu ekan? Kallelinmi? Yo'q. Teskey Qo'jaka. Teskey Qo'jaka. Жаңы bozordan kelibdi to'g'onlar. Жаңы bozorga borib bolashib olaverasizlar to'g'onlar. Nimaga? Yaxshi. Mana yerda o'ta kuchli narsalar chiqib tur bugun.
Assalomu alaykum aka. Bo'ldi, topmaysiz aka. Qanchada o'tasiz aka siz? Qo'shqani. 150 ga. Qanday paroda? Qora bayir aka. Jashi qanchada jashi? 2dan o'tmay ekan to'g'onlar. 150 ming so'm ekan bahosi. Hozirda bu tortpayla qo'ying, Mana o'spirimlar tortaygan to'g'onlar. Juda kuchli narsalar ekan. Bulardan turishilar boshqacha-ku. Qancha ekan bahosi bularning? 100 danmi? Arzon aytmadingmi? Jashi qanchada? Bilmaysizlar. Bu qora bayirlar 40 yil qilsa? Menimcha bular 2 yoshdan bo'lib qolgan odam. 100 dan kemi bor ekan to'g'onlar. Bularga. Qancha bog' qildimi shuni? Bog'lik az chiqdi. Endi chiqarmi? Yaxshi. Assalomu alaykum aka. Taqsir. Bu beda bular. Beni qanchada o'tasiz aka bos? 300 ming kemi bor. Jashi qanchada? 3 yoshar. Az bo'zmi aka? Bo'z. Qandaydan qachqan ham sir bo'lsa? Bilmayman shu Rossiyadan. 300 ming kemi bor ekan to'g'onlar. Rossiyadan kelgan. Rossiyskiy paroda. Bo'yi qancha chiqadimi? 65 dan üstü ekan to'g'onlar. 300 ming kemi bor ekan. R degan tabrosi bor ekan. Telefonini aytib qo'ysin do'stim. Telefoni yo'q ekan. Yo'q ekan, ha? Bo'ldi buni. Mana to'g'onlar. Yaxshi. Bu bo'z o'xshaydi aka. Qora bayir. Qanchada o'tasiz bahosini? 100 ming kemi bor ekan to'g'onlar. Bozor so'radi-ku. Qanchaga berardingiz? 77 ga keldi. 77 ga keldi. Nimaga to'g'onlar? Tanchak aralashibdi endi. Sini boshqacha ekanda. Yaxshi aka, savdongiz bersin. Qanchada o'tasiz aka beni? 200 o'tadi. 200 kemi bor ekan to'g'onlar. Bo'z ekan-a, joqna to'g'ri deb. Jo'g'ay bo'zmas, qisir. Qisir ekan-da to'g'onlar. Semiz narsa ekanda. Semiz. So'g'moq ekan shunda. Mana to'g'onlar. Bo'z o'xshab ko'rinadi ekan bu. Qanchada o'tasiz aka beni? 100 qancha jash? 10 jash. 10 jash, 100 ming so'm. Yaxshi. Mana yerda. Baytallar qancha baytallar? 100 o'tadi. Pul 100 narxacha? 70 ming so'm. Onlar.